Assalomu alaykum. Petuniyani tuvakda o'stirayotganda nimaga e'tibor berish kerak? Tuprog'i qanaqangi bo'lishi kerak? Biz uzunmiz qilganimizni aytamizda, xulosani o'zingiz chiqarib olasiz. Oldin torfu o'ziga ekkandik. Bu torfu o'zi tez chanqab qolyapti bizni iqlimimizda, bizni sharoitimizda. Natijada o'rtalari qurishni boshlaydi. Bulariga aralashtirib ekkanmiz. Torfga biakomus bilan chirinni aralashtirib ekkanmiz. Hozirgi holati bu. Hop, 50% biakomus, 50% torf. Kokosiy torf emas. Agar chirinni qiladigan bo'lsangiz, 70% chirinni, 30% torf. Bo'ldi. Bu nisbiy, hammasi taxminiy olinayotgan foizlar. Taxminan shunaqangi qilib turib aralashtiramiz. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqangi siri yo'q buni. Agar bir 10%, 15% tuproq qo'shib yorsangiz ham bo'ladi, namlikni ko'proq ushlab berib turadi. Lekin zo'r qilib o'stirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, shu aytgan usulimizni qilganingiz yaxshi. Perlit, vermikulit umuman kerak emas. Qo'shimcha narsalar umuman keragi yo'q. Lekin torfu o'ziga ekib bo'lmaydi. Ertalab suv quyasiz, soat 2-3 ga borib turib, chanqab, qaqshab qoladi tuprog'i. Ildiz tez o'sadi, bilasizlar. Ozuqa albatta berish kerak. Bir haftada bir marotaba albatta ozuqa berish kerak. Kesasiz, misol uchun men kesilgan. Taglarida kesasiz, taglaridan ko'pgina bo'lib chiqadi. Qancha shox ko'p bo'ladigan bo'lsa, shuncha guli ko'p bo'ladi. Asosiy qoidalardan bittasi. Kimdir sirini aytmaydi. Yo'q, berkitadigan joyi yo'q. Men sirini aytganim bilan kimlardir ayb qidirib yuradi. Bu sirini aytmaydi, oxirigacha aytmaydi, nimasidir bor deb. Yo, siz ayb qidiradigan bo'lsangiz, sizda hech nima o'xshamaydi. Ayb qidirmaslik kerak, harakat qilish kerak. Oldin sababini qiling oldin. Bo'ldi, shu mayli, shuni to'g'ri bajaradigan bo'lsangiz, shuni to'g'ri qiladigan bo'lsangiz, tuprog'i to'g'ri qildingiz, tuvakka ekdingiz, kichkina tuvakdan, misol uchun shunaqangi tuvakdan shu tuvakka o'tkazganmiz. Kattagina tuvak, bir dona gulni o'tkazganmiz. Bu hozirgi holati. Ozgina o'sadi, ozgina o'sgandan keyin tuvani aylan atroflari bo'ylab ochiqchasini kesib tashlaysiz, forma berib. Keyin bir xilla bo'lib, misol uchun mana hozir aylan atrof o'sib ketgan, buni qirqishimiz kerak buni. Buni qirqamiz, bu tomoni to'ladi, bir xilla bo'lib o'sadi-da, yana bir marta kesadigan bo'lsa, keyingi safar shunaqangi chaman bo'lib gullaydi. Ozuqa berish kerak, kesgandan keyin albatta ozuqa berish kerak. Yantarniy kislota, ipin, sirkon, NV101, ular ozuqa emas, ular stimulyator. Ular stimulyator. Uni bersangiz bo'ladi, bersangiz zo'r bo'ladi, lekin